Подростковый возrastda o'zi chiqardi, o'tib ketardi. No oxirgi yillarda ko'payishni boshladi. Bez makiyaj ko'chaga chiqolmas edim. O'zim diskomfort his qilardim. O'sha yillari ugri ko'p bo'lgani uchun. Hozir bez makiyaj chiqsam, stranno ko'rinadi ugri bilan deb o'ylardim. O'shaning uchun ham bez makiyaj yura olmas edim. O'zimni qabul qila olmas edim bez makiyaj. Instagram, Telegramdan ko'rib, TikTokdan ko'rganman. Juda ham ko'p dermatologlar bor. Даже onlayn назначение ham yozishadi. Ishlatib ko'rganman yoki beauty protsedura deysizmi? Umvalkalar, gidrofilniy masla, hammasini ishlatib ko'rganman, sivrtkalar. Ishlatganman, no allergiya berib yuborgan yuzimga. Ko'plar hozir TikTokda chiqyapti, cleansing degan mas. Men ham boshida ishlatdim. Vроде yordam bergandek bo'ldi-ku, no yuzimda o'g'iylar battar ko'payib ketdi. Iridopan imенно menga nimalar yoqdi? Ko'p joylarga borgan bo'lsam, kosmetolog deysizmi, dermatologmi, o'zini aptekasini aytadi. Imенно mana shu aptekadan olgan deb. Yoki imенно o'zini firma chiqadi. Circle deysizmi, boshqa deysizmi? Iridopada unaqa narsa ko'rmadim. Iridopa mana shuni olsam nima bo'ladi? Qanaqa ishlatsam desam, jora buni полностью ishlatishingiz maslahat bermayman. Birinchi proba qilib ko'rishingiz kerak. Shuncha pulga olasizmi? Uni yuzingizga tushadimi, tushmaydi, unisi bor. Menda lekin xohlasangiz mana shunaqa narsalar bor, lekin boshqa joydan olaman desangiz ham olsangiz ham bo'ladi. Imенно shuni ishlating deb men sizga aytmayman deb aytadilar. Lekin o'zlari masalan mana shu narsalar mumkin emas sizga deb yozib bergani shu paytgacha so'rab kelaman, yo'q demaydilar.